Söygü muhabbet. Söygü muhabbet hayatlıkның jeni, qalbning zinnati va baxtning kapolatidir. Söygünün qimmatini haqiqiy toniganlar dunyoda söygü umumlashadigan bo'lsa, insonlar ne adolatga, ne qonunga muhtoj bo'lmagan bo'ladi degan ekan qadimda. Mevlana Jaloliddin Rumiy mundaq degan ekan. Söygü achchiqni tatliqqa, to'proqni oltinga, kirni sopliqqa, kasalni saqliqqa, turmini bo'stonga, g'azabni shafqatga aylantiradigan, to'mirni eritadigan, toshni yumshatadigan, o'likni tirildiradigan va uningga obi hayot beg'ishlaydigan bir mo'jizadir. İnson qalbida nurg'ulg'an söygülar bo'ladi. Alloh söygüsü, payg'ambar söygüsü, vatan söygüsü, avlod söygüsü, ota-ona söygüsü, qarindosh söygüsü, urug' tuqqan söygüsü, ayollik söygü, tabiat söygüsü, musulmonlarning bir-biriga bo'lgan söygüsü deganga o'xshash. Har bir söygüning alohida o'rni bo'lib, bir-biriga hargiz o'xshamaydi. Masalan, Alloh söygüsü ota-ona söygüsiga o'xshamaydi. Ota-ona söygüsü ayol söygüsiga o'xshamaydi. Söygülərning eng kattasi Alloh söygüsüdür. Chunki söygü muhabbat ko'pincha qarshi tarafning söygüsi yoki uningdagi qoyil qilarlik sifatlar yoki uningdan ko'rgan zo'r yaxshiliklar turtkisi bilan qalbga o'rnaydigan narsa. Halbuki Alloh taoloda söygü muhabbatga turtki bo'ladigan omillarning hammasi to'liq bilan bor. Masalan, Alloh taolo bandalariga bakmu shafqatlik va to'limi mehribon zotdir. Uning bu shafqatini va mehribonligini aqli bor inson Alloh taoloning uni ona qornidagi vaqtidan tortib toki cho'ng bo'lib yashab o'lguniga qadar qanday parvish qildiganligini, xatarlardan qanday saqlaydiganligini albatta tushunadi. Shunga payg'ambar alayhissalom quchqida bolasi bor bir ayolni ko'rsatib turib sahobalaridan bu ayolni bolasini o'tqa tashlashga rozi bo'ladi desam ishonamsizlar deb so'raganda sahobalar bu ayol hargiz bolasini o'tqa tashlashga rozi bo'lmaydi deydi. Ondan payg'ambar alayhissalom ularga bilinglarki Alloh bandalariga mushu ayolning bolasiga bo'lgan mehribonligidan bek mehribondir degan. Söyish uchun qoyil qilarlik sifatlardan so'z ochsaqmi, Alloh taolo butun sifatlarida, ish faoliyatlarida va tadbirlarida eng mukammal yegona zotdir. Bütün güzellikler, mukammalliklar va jimi yaxshiliklarning manbasi Alloh taolodir. Söyish uchun turtki bo'ladigan yaxshilikdan so'z ochgandimi, Alloh taolo eng mukammal söygüga loyiq yegona zotdir. Normal inson xarakteri uningga yaxshilik qilganni hurmat qilish va uni söyishni tabiiy buruch deb biladi. Dunyoda qaysi birining yaxshiligi insonni yo'qdan bor qilib, eng chiroyli shaklda yaratgan, uningga aql idrok ato qilib, barcha maxluqotdan hurmatlik ham qudratli qilgan va uni koinotning xo'jayini qilib belgilab, hammani uningga bo'ysundirib bergan karamlik, shafqatlik Allohning yaxshiliklariga yetalisin. Alloh söygüsü uningga haqiqiy ravishda itoat qilish, butun hayot qaynamlarida uning ko'rsatmalarini dastur qilib amal qilish bilan ifodalanadi. Payg'ambar söygüsü Alloh söygüsidan qolsa eng ahamiyatli söygü bo'lib, iymonning bir parchasidir. Alloh taolo tarafidan insoniyatni dunyo va oxiratning baxt saodatlariga erishtirishga kepillik qiladigan islom dinidan iborat haq dinni elib kelish orqali insonlarni kufrning zulmatlaridan qutuldirib, iymonning parlaq nuriga boshlab chiqqan va barliq yaxshi ishlarning birdan-bir ulgisi bo'lgan Hazrati Muhammad alayhissalomdan bu suyumlik kim bo'lsin? Payg'ambar alayhissalom mundaq deb ko'rsatgan: "Sizlarning hech biringlar meni otasidan, bolasidan va barliq kishilardan ortiq söymigucha mu'min bo'lolmaydi." Payg'ambar söygüsü din va dunyolik butun ishlarda Muhammad alayhissalomning yo'liga amaliy ravishda ergashish va uni haqiqiy ma'noda ulgi qilish bilan ifodalanadi. Alloh taolo va payg'ambar alayhissalomning söygüsidan qolsa, eng sharaflik va eng ulug' söygü vatan söygüsüdür. Haqiqiy musulmon kishi o'z vataniga sodiq bo'ladi. Chunki musulmonlikning taqozosi vafodorlikni talab qiladi. Xuddi ibodatlarimo insonni boshqa maxluqotdan alohida farqli bir mo'jiza sifatida yaratib, uningga bu koinotning yaxshiliklarini va yer yuzining xo'jayinligini ato qilgan karamlik Allohga shukr va minnatdorlik izhor qilish yuzidan qilingan bir vafo borchi bo'lgandek, vatanni so'yish
va uning yo'lida mol-mulkini, jinini va har narsani pido qilish har qanday bir puhroning uni illiq qo'ynida o'stirib yetildirgan ona vatanga o'tashga tegishli vafo burchidir. Vijdonliq inson vatanini so'yishni insonlik burchi deb biladi. Chunki inson xarakteri yaxshilikqa yaxshilik qaytarishni, yaxshilik qilganni so'yishni tabiiy zaruriyat deb taniydi. Dunyoda inson uchun uningga illiq bag'rini ochib, uni turli ne'matlari bilan kutib olgan, uni barcha yaxshiliklardan bahramand qilgan, ko'ksi keng, qo'yni issiq, ashu ona vatandinmi so'yimlik biri bormi? Yaxshilikni yaxshilik qilish bilan qaytarish uchun uningdanmi a'lo biri bormi? Vafodor inson cho'qim o'z vatanini so'yidi. Chunki har kimning o'z vatani xuddi onasining qo'ynidek issiq va yumshoqdir. Shunga uni ona vatan deymiz. Onamiz xavfga uchirsa, bizning qanchalik bearam bo'lib ketadiganligimiz va uni qutqizish uchun jiddiy harakat qildiganligimiz aniq turgan yerda, vatanmi shunda qadrlik ona, balki bu bizni tuqqan onamizdanmi qadrlik va qimmatlik onamizdir. Chunki onalarni o'stirgan tuproqmi ana shu vatan emasmi? Payg'ambar alayhissalom Alloh taolaning nomi bilan qasamki, sizlar mu'min bo'lmaguncha jannatga kirolmaysizlar. Bir-biringlarni so'ymaguncha mu'min bo'lolmaysizlar degan. Musulmon odam kishilarga ularning rangi, tili, irqi, dini va vatanlarining o'xshash bo'lmaganligi sababli ayrimchilik qilmaydi. Chunki islom nazarida butun insonlar Hazrati Odam tuproqdan kelgan. Ularning orasidagi til, rang, irq farqlari faqat Alloh taolaning cheksiz qudratini va go'zal san'atlarini ko'rsatadigan alomatlardan biridir. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ. Yani Allah'ның qudretini namayan qiladigan alomatlardan biri osmonlarni va zaminni yaratganligi, tilinglarning, ranginglarning o'xshamaganligidir. Shubhasizki, buningda biladiganlar uchun albatta ibratlar bor. Tabiat so'ygusi. Tabiat Alloh taolaning san'atidir. Alloh taolo tabiatni insoniyatning manfaati uchun yaratib bergan. Uningdan foydalanib, uni asrash, uni so'yish va uni qo'g'dash dinimizda go'zal axloqlardan sanaladi. Tabiat biz insonlardek tuzkor emas, balki u va uningdagi barliq shaylar o'z tillari bilan Alloh taoloni ulug'laydi, uni madhiyalaydi. Qur'oni Karim bu haqiqatni bayon qilib mundaq deydi: Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Yani yetti osmon, zamin va ulardagi maxluqotning hammasi Allohning nuqsonsizligini so'zlaydi. Kainatdagi qandoqliki narsa bo'lmasin, Allohni barcha nuqsonlardan pok deb madhiyalaydi. Lekin sizlar ularning madhiyasini sezmaysizlar. Tabiat Alloh taolaning kitobi bo'lib, uni o'qishni bilganlar cho'qim Alloh taoloni taniydi. Bu kitobda Alloh taolaning cheksiz qudrat kamoli, go'zal san'atlari, ne'matlarining turlari yozilgan. Zamonimizda fizika, ximiya, biologiya va har xil tabiiy fanlarda mutaxassis bo'lganlardan ko'plagan kishilarning o'zlari mutaxassis bo'lgan fanlar soyasida Alloh taoloni tanib, musulmon bo'lganligimi, ularning koinotdan iborat cho'ng ilohiy kitobni o'qib tushungan va yaratquchining ulug'ligini bilganligiga ishorat qilmoqda. Musulmon kishi tabiatni Alloh taolaning san'ati bo'lganligi e'tibori bilan so'yidi. Uni har ko'rganida uningda Alloh taolaning cheksiz qudrati va ilm hikmatining izlarini ko'radi. Natijada uning Alloh taoloni tonishi oshidi, iymoni kuchlanadi. Shunga Qur'on Karimning ko'plagan oyatlari kishilarni tabiatning har xil manzaralariga qarab tafakkur qilishga chaqirmoqda.